Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bu videoni birinchi bor ko'rganimda dahshatdan qotib qolgandim. Videodagi bolaning yuzi va quloqlari, sochlari, burunlari yo'q edi. Bola chamasi 7 yoshlarda edi. Bolaning ismi Baxtiyor. Bolaning aytishicha, u umuman ko'chaga chiqmas ekan. Chunki odamlar uni ko'rishsa dahshatga tushardi. Baxtiyorning aytishicha, u o'zini oynada ko'rganda o'zi ham qo'rqib ketgan ekan. Uni tanasida doim og'riq bor, ko'zlari doim ochiq, hatto uxlaganda ham ko'zlari yumilmaydi. Og'zi va burunlari o'rnida faqat teshiklar bor edi. Lablari kuyib ketganidan ovqat ham yeya olmasdi, faqat suyuqlik icha olardi. Dadasi Samandar akaning aytishicha, Baxtiyor 8 oylik chaqaloqligida qattiq kuyib qolgan edi. O'sha kuni men ishda edim, deb eslaydi Samandar aka. Xotinim bolani beshikka belab, pechkani yaqiniga qo'yib chiqib, hovlida ro'zg'or ishlarini qilardi. Shu orada pechkani eshigi ochilib ketib, chuq kelib beshikka tushadi va beshik chaqaloq bilan yonishni boshlaydi. Qutqarib qolishganda chaqaloqning yuzi kuyib ketgandi. Baxtiyor 1,5 yil kasalxonalarda yotardi. Toshkentdagi kasalxonalardan oyog'idan teri kesib, yuziga qo'yishdi. O'g'limizni davolash uchun 10 sotix hovlimiz bor edi va o'shani sotdik, deydi Samandar aka. Pul ishlash uchun u Qozog'istonga ketadi va qurilishda ishlay boshlaydi. Bir kun boshlig'i Samandar akani telefonida qo'yilgan bolani rasmini ko'rib qoladi. Aholidan xabar topgach, tezda yordam berishga kirishadi. Bolani Hindistonga tezlik bilan jo'natishadi. Baxtiyorga qozog'istonliklar katta yordam berishdi. Baxtiyor haqida Olga Ryabova eshitib qoladi. Bu qiz 10 yildan beri kasal bolalarga yordam berish bilan shug'ullanardi. U qozog'istonlik odamlarga Baxtiyor uchun qilayotgan yordamlari uchun katta minnatdorchilik bildirardi. Hindistonda bolaga birinchi ko'zlariga ko'z qovoqlarini o'rnatishdi. U endi ko'zlarini ochib yumardi. Burun teshiklarini qo'yishdi, nafas olishi yengillashdi. Tomoqlariga sun'iy materialdan teri o'rnatishdi. Tomoq terisi ostiga har kuni suyuqlik yuborishardi, qurib tortishib qolmasligi uchun. Hammani dilini larzaga solgan bu bolani Qorboboga yozgan maktubi bo'ldi. Hozir o'qib beraman. Assalomu alaykum Qorbobo. Mening ismim Baxtiyor. Men kichkinaligimda kuyib qolganman. Qorbobo, iltimos sizdan menga yangi yuz sovg'a qiling. Men hech qachon yig'lamayman. Men ham boshqa bolalarga o'xshagim keladi. Meni sochim va quloqlarim yo'q. Onam doim yig'laydi. Men Allohimdan faqat yaxshilik so'rayman, deb yozilgan edi xatda. Azizlar, bu voqea 2017 va 2019-yillarda bo'lib o'tdi. Hozir Baxtiyor haqida internetda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Men qidirib topa olmadim. Agar kimda kim qanaqadir ma'lumotga ega bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring. Tez orada internet olamida ko'rishguncha